Farg'onada shifoxona yerini sotishga uringan shaxs ushlandi. Farg'ona viloyatida tadbirkorga shifoxona hududida dorixona qurish uchun yer ajratib berish evaziga 50 ming AQSh dollarini qo'lga kiritgan shaxs ushlandi. Bu haqda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, departamentning Bag'dod tumani bo'limi hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari hamkorligida tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro B.S. B.F. xususiy korxonasi rahbari S.N.ning ishonchiga kirib, tadbirkorga Bag'dod tumanidagi yangi qurilayotgan markaziy shifoxona hududidan dorixona qurish uchun yer maydoni ajratib berish evaziga 50 ming AQSh dollarini qo'lga kiritgani ayon bo'lgan. U shuningdek, yer maydonining kadastr hujjatlari tayyor bo'lganini, uning nomiga rasmiylashtirish uchun yana 3 ming AQSh dollar kerakligini aytib, shundan 1,5 ming AQSh dollarini olgan zatsida ashyoviy dalillar bilan qo'lga tushgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik va 28-211-moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Farg'ona migratorni kuzatishda davom eting. Izohlarda esa o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.